Diqqat aholiga tezkor shoshilinch xabar. Ertaga O'zbekiston hududlarining qaysi viloyatlarida yomg'ir qor yog'ishi e'lon qilindi. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo harorati kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Yog'ingarchilik yo'q, tuman tushishi mumkin. Buxoro va Navoiy viloyatida havo harorati kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduz kunlari 8-13 daraja iliq bo'ladi. Yog'ingarchilik bo'lmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo harorati o'zgarib turadi. Kechasi harorat 0,5 daraja sovuq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Yog'ingarchilik bo'lmaydi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Yog'ingarchilik bo'lmaydi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo harorati kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Yog'ingarchilik bo'lmaydi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin.